Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar YouTube'dagi Mebel Market o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda shunaqa ajoyib stollarda obzorga kelganmiz. Hozir turgan joyimiz Andijon viloyat Oltinko'l tumani bo'ladi. Qaranglar qadrli obunachilar, stollarda ustakalarimiz boplab chiroylilarni chiqarishibdi. Endi shularni to'liq ma'lumotini Abrorbek aka bilan birgalikda beramiz. Usta Abrorbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Tinchmisiz? Yaxshi keldingizmi aka? Rahmat. Sog'laringiz yaxshimi? Xudoga shukr, Abror aka. Endi aka bizga stollarimizni eng arzondan bo'ldi aka, xudo xolasa. Xo'p, aka, mana bu rossiyskiy listovoy yog'ochda tayyorlangan 16 talik shampan svetda, orqalarida pardalari, machalkalari 3likdan 3 qavat 9 sm qo'yilgan. Xon taxta bo'ladigan varianti, ya'ni xonning razmeri 365 ga 117 razmeri tayyorlangan. Bunda ikkita akvarim varianti bor, ya'ni hozirgi kunda endi moda bo'lyapti, yangi ishlab chiqardik buni. Ko'pchilik shundan suyishyapti. Shuni tayyorladik xudo xolasa bugungi kunga. Zo'r aka. Endi xon taxta bo'ladigan variantni ko'tarasiz. Xon taxta bo'ladi, xon ko'tarsa, xon taxta variant bo'laveradi. Ko'tarib yotkizib qo'yiladi, xon taxta variant bo'laveradi. Yaxshi, Abrobek aka. Buni endi 12 taligini narxi necha pul aka? Xo'p, buni 12 taligining narxi butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish ichida yoki vodiyga отдельный O'zbekiston, ya'ni Toshkent, Uton, Voha tomonlariga отдельный narxlarda qilib qo'yganmiz. O'zbekistonda vodiyga 4 million so'm, vodiydan tashqari 4,5 million so'm yetkazib beramiz 12 taligini. Bu 16 talik, buni narxini butun O'zbekiston bo'ylab 6,5 million so'm yetkazib berilaveradi. 16 talik variant. 16 talik variantini. Ichi akvarium bo'ladi. Ichi akvarium bo'ladi. Mana shu ko'rishib turgan holatini aytyapmiz. 12 taligi uspet qilmadik, qo'ygani, shuning uchun 16 talikda ham 16 talik ham 12 talik narxini aytyapman. Zo'r aka. Buni 12 talikda ichkarilarda ham bor. Ichkarida nimalari bor? Yaxshi. Videoda oxirigacha kuzatasizlar. Xudo xolasa to'liq obzor qilib beramiz. Aytgancha, shu Abrorbek aka usta akani biz ozgina mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Sizlar uchun like mutlaqo tekin, bizni Abror akani ishlarini yana ham rivojlanishiga foyda beradi. Shuning uchun like qizg'onmasdan bosib qo'yinglar. Xo'p, davom etamiz Abror aka. Xo'p, uka, bu yong'oq yog'ochda qilingan. Monika 3D deyiladi, ya'ni old oyoqlari shunaqa o'yilgan varianti. Mana bunisini ko'rsataylik, bunisini o'rab klientga tayyorladik, o'rab chiqaramiz xudo xolasa mana. Bunaqa varianti. Machalkalari 12 sm bo'lgan. Orqalarida bunaqa broshka pardalari bor. Ya'ni 100% yong'oq yog'ochda tayyorlangan ish. 100% yong'oq yog'och. 100% yong'oq yog'ochda tayyorlangan. Machalkasi necha? Machalkasi 12 sm bo'ladi, balandligi 12. O'tirganda ham ancha munchaga ezilib, boshqa bo'ladigan narsa emas. Ancha yil xizmatini qiladigan narsa. Unaqa ezilib. Yo'q, ezilmaydi, xudo xolasa ancha yil xizmatini qiladi. Xo'p, bunimizniki 16 talik. Xo'p. Bunimiz ham ikkita akvarium variantda, ya'ni xon taxta bo'ladigan varianti. Bunimizning narxi 10 million so'm. 10 million so'm. 10 million so'm. Dastavkasi-chi? Dastavkasi kelishilgan holda vodiyliklar bo'ladigan bo'lsa besplatniy qilib beramiz. Xo'p. Voha tomonlarga imkon qadar arzon shopurlar bor, shular bilan gaplashib chiqarib beramiz, uka. Yaxshi. 12 taligi 10 million so'm dedik-a? Xo'p, 16 taligini 10 million so'm beramiz. 16 taligi 10 million so'm. 12 taligini 6,5 million so'mga tayyorlab berilaveradi. 6,5 million so'm. Juda ham zo'r. Buni ham xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladigan variant. Ichkarilarda ham bor dedingiz? Ha, ichkarilarda ham bor. Bularni ham ko'rsatamiz. Zombeylar, qadrdonlar. Xo'p. Uka, men bir chekkadan boshlayveramiz, bo'lmasa bo'ladi 12 talikdan. Xo'p, bu yoqqa qarab teribdi. Mana qishloq sharoitida usta akamiz o'zi Oltinko'lliklarda asosiy kasbi shu. Asosiy mebelchilik kasb bilan shug'ullanamiz. Shu asosiy shu ishxonamiz, xudo xolasa shu yerda ishlab chiqaramiz. Shu yerda ishlab chiqariladi. Andijondan juda ko'p joyga mebel tarqaydi. Butun respublika, ya'ni qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, barcha viloyatlarga kelishilgan holda chiqarib berilyapti. Zo'r. Endi uka, bu mana rossiyskiy listovoy yog'ochda qilingan. Bularning machalkasi 3likdan 3 qavat qo'yiladi. Manaqa attachentovli yangi hozirgi kunda eng oxirgi chiqqan ishlardan. Bularda ham manaqa o'ziga yarasha bezaylari bor, manaqa. Old oyoqlari mana xudo xolasa chiroyli qilib ishlaganmiz. Xon taxtasiga keladigan bo'lsak,
275 ga 1.7. Ya'ni bu 12 talik 5 metrlik, 6 metrlik uylar tushiradi. 4 metrlik uyga tushirsa ham bo'ladi. Zo'r aka. Buni endi har xil varianti bor, mana ko'k varianti bor-ku, ya'ni shampan sveti bor. Deyarli bular bir xil. Hammasi? Ha, deyarli bir xil, rangi boshqa xolos. Endi bularni oldingi videomizdan ko'rib zakaz qilgan klientlar xudo xolos tayinladik, chiqarib yuboramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqsa imkon qadar tayinlab qilib beramiz aka. Xo'p, Abrobek aka buni narxini aytaylik aka. Eng Buni narxini xo'p, vodiy bo'ylab 3,5 million so'mga dastavkasi ichida qilib beramiz aka. Xo'p. Voha tomonlarga imkon qadar kelishilgan holda, ya'ni hozir masalan biz 3,5 million so'm deganimiz bilan imkon qadar odamlarga tushib bering degan narsa bo'ladi. Imkon qadar kelishib, masalan, ish yoqsa telefon qilib ishini bitiramiz imkon qadar kelishib. Zo'r, endi voha tomonlarga ham dastavkasini aytishcha mushkulroq, ha, Abrobek aka? Mushkulroq, endi har xil bo'lib qolyapti. Masalan, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Xorazm, Qoraqalpoqgacha yo'l kiralar har xil. Masalan, buni Samarqandga 500 ming so'm, 600 ming so'm atrofida olib ketadi. 12 taliklar. 16 taliklar ham endi katta kichikligiga qarab, masalan, kimgadir 24 ta kerak bo'lib qoladi, kimgadir 18 ta kerak bo'lib qoladi. Kelishilgandan keyin imkon qadar gaplashib yetkazib beriladi. Ja, unaqa qimmat emas yo'l kiralar. Endi bu yo'l kiralardan tashqari upakovkalari hamma yo'q o'zimizda bo'ladi. Ya'ni falkalarga o'rab, ya'ni tonlari bor, globlari bor, kiydirib, chiroyli qilib jo'natib beramiz. Yaxshi, shilinmasdan chiroyli holatda boradi. boradi. Xudo xolasa go'zal holatda boradi. Imkon qadar harakat qilamiz. Biz ham sababli pulga sotamiz, biz ham mehnat qilamiz. Shilinsa, boshqa bo'lsa to'g'risi bizga ham hali anaqa bo'lmaydi. Imkon qadar kelishib chiroyli qilib mana yetkazib beryapti shu kungacha, mana ishlatilyapti. Mana sal endi bu boshqalarga nisbatan sal arzonroq. Mana bemalol men ham 80 kiloman, xotirjam o'tiribman. Xizmat qiladi, ha, Abrobek? Xudo xolasa bemalol aka, bu necha yillardan beri eng ko'p sotiladigan ishlardan biri bu. Hozirgi kunda ochiq gap, masalan, qiziga podarkaga bormi, o'zini uyiga bormi, 24 talik, masalan, yong'oqdan 12 talik olaman degan odam uyi katta bo'ladigan bo'lsa, kichkina bo'lib qoladi. Bundan yong'oqni puliga 24 ta beradi kerak bo'lsa. Qo'ysa 10 yil, 15 yil bemalol xizmatini qilaveradi. O'zi asli bu narsa mehmonxonada turadi. Mehmonxonada turadi. Bu yilda 5-4 marta, 5-10 marta ishlatadi. Bo'lmasa yo'q. Deyarli shunaqa. Bu shampan svet. Bu shampan svet. Hozirgi kunda bu ham eng moda bo'layotgan nimalardan, mana hamma yo'g'i joyida bu ham. Xudo xolasa mana oyoqlari chiroyli, nimada ishlangan. Bunimiz 14 talik uka. 14 talik. Xo'p, bunimiz 14 talik, bu ham xon taxta bo'ladi. 3.10 ga 1.17 razmerda tayinlangan. Bunimizning narxi 4,5 million so'm. 4,5 million so'm ichida xudo xolasa dastavkalarni kelishilgan holda qilib beramiz. Imkon qadar aloqaga chiqsa, kelishib, chiroyli qilib, uyni razmerini bilib, unga qarab chiroyli qilib bitirib beramiz shuni. Zo'r aka. Yaxshi. Xo'p, endi uka, mana donali desa donaga ham qilib beraveramiz. Donasi 250 ming so'mdan qo'yapmiz mana shularni, mana kafelarga kerak ularni, boshqa nimalarga ishlataman desa, donali kerak deganlarga qilib berilaveradi. Kafelar uchun dizaynlarini, ranglarini boshqacha qilib, aytsa to'yxonalarga qilib berdik, ha. Mana buni variant ishimiz ham bor. Bunimiz endi manaqa guli yo'q, mana buni guli bor. Buni guli yo'q varianti qoplangan holatda ishladik. Mana ponni seli qoplangan, mana orqalari. Bu ham chiroyli aka. Yo, bu rossiyskiy listovoy yog'ochimizni qoplama varianti. Qurram emas, qoplama. Shunaqa shunchaki qoplangan hisobiga qoplama deb qo'yamiz. Qoplangan variant. Bu ham chiroyli o'ziga xos. Bu ham, buni ham har xil ranglarda qilib beramiz. Hozir bitmay qoldi. Agar rasmlari kerak bo'lsa tashlab beramiz. Zakaz qilganlarga bemalol qilib berilaveradi. Lekin bu ham yaxshi narsa, zo'r narsa. Masalan, skromniy ish. Skromniy. Kimgadir bu. Endi hamma har xil u. Shunaqa-ku. Yaxshi. Buni 12 taligi nechi pul? Xo'p, buni 12 taligini 4 million so'mga qilib beraveraman. 4 million so'm. Xonlari 12 taligi, xon hamma yo'g'i komplet 4 million so'mga qilib beraveraman. Juda ham ajoyib. Yaxshi. Bu ishlarimiz-chi, Abror? Bu ishlarimiz mana shu yerda hozir mana 3 xil, 4 xil ishimiz turibdi. Bular 16 talik. Shukrulloh, 16 talik tayinlangan. Bularning xon taxtasining razmeri 3.65 ga 1.17 razmer tayinlangan, ya'ni 5 metrdan tepa uylarga tushadi. 5 metr, 6 metr, 7 metrgacha. Undan yog'iga 20 talik, 24 talik tushadi. Bemalol qo'yib foydalansa bo'laveradi. Bu shampan sveti. Buni ham zakazga tayinlaganmiz. Hozir nimadan videodan keyin xudo xolasa egasiga yetkazamiz inshaalloh. Zo'r. Bunisi ko'k varianti. Xuddi shuni ko'k varianti mana
Kimgadir ko'k yoqadi, kimgadir shampansivet yoqadi, lekin xudo xolasa bu ham bir xil ish, chiroyli chiqqan. Maza qilib ishlatadi. Zo'r aka. Buni ham narxi o'sha aka. Ha, narxi hozirgi kunda bularimizni 4,5 million so'mdan qilib beryapmiz. 16 taligini, 16 taligini 4,5 million so'mdan dastavkasi kelishilgan holda bular. Chunki bularni baland summa qo'ymaymiz. Imkon qadar telefon qilib agar yoqsa kelishtirib yetkazib beramiz xudo xolasa. 12 taligichi aka? Buni 12 taligini 3,5 million so'm qilib beryapmiz. 3,5 million. 3,5 million so'm. Zo'r aka. Manaqa tugmali bo'ladi ekan. Hammasi. Bunisi shampansivet, shampanga oqi materiali, bunisi jemshukka ko'ki. Xon taxtasi bir xil razmer. Mana monosi bor. Bu jemshukka oqi 16 talikda. Jemshukka oq sveti. Endi hozirgi kunda eng moda bo'layotgan ishlardan. Kimgadir karishniy kerak deydigan bo'lsa, karishniy atsa ham qilib berilaveradi. Zo'r aka. Buni mana bu rangini qarang. Salafanni rangi ekan shekilli. Yo'q, u o'zi shunaqa ishlangan. Mana shunaqa ishlangan. Ha, shunaqa. Materiali shunaqa rangda mana. Bu ham ajoyib Ha, ekan. ajoyib. Rangi aytyapman, rangi har xillari bor. Bularni endi imkon qadar uyga moslaganmizda, klientlarni aka menga mana shunaqa kerak yoki uka menga mana shunaqa kerak deganlarga imkon qadar yetkazib berilaveradi chiroyli qilib. Xo'p, aka, buni narxini aytdingmi aka? Buni ham narxini 4,5 million so'm beraveramiz hozirgi kunda. 16 taligini. Dastlabkilarni imkon qadar kelishilgan holda yetkazamiz uka, xudo xolasa. Abrorbek aka, xudo xolasa qomati shekilli ekan. Ha, xudo xolasa ishlarimiz deyarli tugadi. Agar yana boshqa variantli ishlar bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni, rasmlarni tashlab beramiz. Bemalol yoqqanini gaplashib, kelishib chiqarib berilaveradi. Xohlagan turdagi mana shunaqa yog'ochda. Ha, yog'och mahsulotdan bo'lgan stol stullar. Endi bizda assortiment ko'p bo'lardi. Bugun endi shunga to'g'ri keldik. Ya'ni sababi odamlarning qiziqishi shunga ko'p hozir. Puli ham o'rtachaligi uchun ko'proq shundan zakaz bo'lgani uchun shuni qilyapmiz. Agar boshqacha yana ham bundan ham zo'rlari masalan 3-4 ming dollarliklarni qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, qilib beramiz uni ham. Rasmlarni tashlab beramiz. Hozir danli moment shuni tayyor bo'lgani uchun shuni qildik. Zo'r aka. Rahmat sizga bo'lmasa, Abrorbek. Mayli, Abdullajon, tinchlik. Charchamang. Xolos ishlaringizga omad. Xo'p, rahmat. Qadrli obunachilar, videomizni shu joygacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.